Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8-925-103-22-55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Rossiya NATOning havo mudofaa tizimlaridagi zaif tomonlarni aniqlagan va dronlar yordamida ularni qisman ishdan chiqarish usullarini ishlab chiqqan, deb ma'lum qildi NATOning transformatsiya bo'yicha Birlashgan Kuchlar bosh qo'mondoni Per Vande. Agar Putin Xitoydan olgan qo'llab-quvvatlashi bo'lmaganida, allaqachon yutqazgan bo'lardi. Si Zinpin Putinni qo'llab-quvvatlaydi, dedi Britaniyaning sobiq tashqi razvedka xodimi Richard Moore. Faqat dekabr oyining o'zida bizning hisobimizcha qariyb 30 ming rossiyalik halok bo'lgan. Bu Afg'onistondagi 10 yillik kampaniya davomida yo'qotganlar soniga teng. Yo'qotishlar dahshatli va hatto rossiyaliklar ham bunday miqdordagi yo'qotishlarni qoplashda qiynaladi, dedi Moore. Rossiya Ukrainadagi rus xalqining orzu-istaklariga muvofiq asl rus yerlarini qaytarish jarayonini oxirigacha yetkazadi, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Maxsus harbiy amaliyot maqsadlariga erishish Yevrosiyo xavfsizligi arxitekturasini shakllantirishga xizmat qiladi. Ukraina tomonidan Rossiya milliy xavfsizligiga tahdid solayotgan harbiy xavflar mojaroning asosiy sabablari sifatida bartaraf etilishi lozim. Rossiya Ukraina bo'yicha Ankorajdagi kelishuvlar asosida muzokaraviy yechimlarni izlashga tayyor. Moskva, Bryussel va Londonda o'rnashib olgan urush partiyasi Rossiya va AQSh yetakchilari boshlagan mustahkam tinchlik sari harakatni to'xtatib qo'ymaslikka umid qilmoqda. Rossiya kuchli tashqi bosimga uchrayotgan Venezuela va Kuba bilan birdamligini tasdiqlaydi. Moskva ham fikr davlatlar bilan birgalikda cheklovlarga chidamli mexanizmlarni yaratishni jadallashtirmoqda. Rossiya va Shimoliy Koreyaning Kursk viloyatini ozod etishdagi birodarligi qo'shma loyihalarda o'z ifodasini topadi. Biz Eron bilan kelishuvga erishamiz yoki juda keskin choralar ko'rishga majbur bo'lamiz, dedi Donald Tramp. AQSh rahbari Yaqin Sharqqa zarba berish guruhi bilan yana bir aviatashuvchi kemani yuborish imkoniyatini ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi. U yerda allaqachon bizning armada bor. Yana bittasi esa yo'lda, dedi Donald Tramp. Eron yadroviy qurolga ham, raketalarga ham ega bo'lmaydi, dedi AQSh rahbari. Donald Tramp bu haqida Axios jurnaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. AQSh rahbari shuningdek, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eron bilan yaxshi kelishuv tuzishni istayotganini aytdi. Men Hindiston va Pokiston o'rtasida yadroviy urushning oldini olib, kamida 10 million insonning hayotini saqlab qolganman, dedi AQSh rahbari. Prezident Tramp Eron bilan kelishuvga erishilmasa, boshqa variantlarga murojaat qiladi. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance jurnalistning AQSh Eronda davlat tuzumini o'zgartirishga intiladimi degan savoliga javoban J.D. Vance bu Eron xalqining ishi deb javob berdi. Hozirda Qo'shma Shtatlarning asosiy e'tibori Eronda yadro quroli bo'lmasligini ta'minlashga qaratilgan, deya qo'shimcha qildi Vance. Ukraina bo'yicha navbatdagi muzokaralar raundi kelasi hafta AQShda bo'lib o'tishi mumkin. Bloomberg nashr ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy AQShning yangi muzokaralar raundini o'tkazish taklifini qabul qilgan. Muzokarada asosiy masala hududlar va Donbassda erkin iqtisodiy zona tashkil etish g'oyasi bo'lib, unga har ikki tomon ham shubha bilan qaramoqda. Rossiya Ukraina bilan urushda kamida 1.300.000 harbiydan ayrilgan. NATO Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan buyon yo'qotishlari 1.300.000 kishini tashkil etgan. Shundan 350.000 nafari halok bo'lgan askarlarga to'g'ri keladi. Bu haqida NATOning yuqori martabali rasmiysi ma'lum qildi.
Uning ta'kidlashicha, birgina 2025-yilning o'zida 400 ming nafar rossiyalik harbiy halok bo'lgan yoki yaralangan. Biz Rossiya yo'qotishlarda halok bo'lganlar ulushidan hayratdamiz. Rossiyaliklar nomutanosib darajada yuqori talafot ko'rmoqda. Ular nihoyatda og'ir yo'qotishlarga duch kelmoqda, dedi alyans vakili. U buni jumladan Rossiya armiyasida jang maydonida tabiiy yordam darajasining pastligi bilan izohladi. Yevropa ittifoqi Rossiya armiyasi sonini cheklashni talab qildi. Ma'lum qilinishicha, Yevropa ittifoqi diplomatiyasi rahbari Kaja Kallas Yevroittifoqning Rossiyadan Ukrainaga urushni yakunlash doirasida talab qilinish kerak bo'lgan imtiyozlar ro'yxatini taqdim etadi. Ro'yxatga xususan urush paytida mamlakatdan olib chiqib ketilgan barcha ukrainalik bolalarini qaytarish va Rossiya armiyasining sonini cheklash talablari ham kiritilgan. Muzokara stolida o'tirganlarning barchasi, jumladan ruslar va amerikaliklar ham qaror qabul qilish uchun Yevropaliklarning roziligi kerakligini tushunishlari lozim. Buning uchun bizda ham shartlar mavjud. Biz esa bu shartlarni shundoq ham kuchli bosim ostida bo'lgan Ukrainaga emas, balki Rossiyaga qo'yamiz, dedi Kallas. Kallas takliflarning boshqa tafsilotlarini oshkor qilmadi.